Kunlardan bir kuni deydi, yolg'on haqiqatga qo'ng'iroq qildi endi. Latifa debdiki, havo zo'r debdi. Tabiatga chiqaymizmi? Endi u yolg'on aytib, telefon qilayotgan yolg'on u. Haqiqat sekin borib oynani ochib qarabdi. Ishonish bo'lmaydi uni gapiga. Qarasa rostdan havo yaxshi. Alloh Alloh, bu yolg'on nega unaqa to'g'risini aytayapti? Nima qilamiz? Tabiat qo'yiniga borib cho'milamiz. Birga boribdi, bir ko'ldi bo'yiga borishdi. Yolg'on bilan haqiqat. Qarasa suv rostdan toza, zilol suv. Yolg'on suvga kiribdi, juda ham yoqimli suv, iliq. Ke desa, endi yolg'on u, ishonmay yana qo'lini sopib ko'ribdi-da haqiqat. Qarasa rostdan iliq suv. Alloh Alloh. Echini suvga tashabdi. Maza qilib suzibni qarasa, yolg'on haqiqatni kiyimlarini olib qochib ketgan ekan. O'shandan beri haqiqat yalang'och qolib ketgan ekan. Va aytishadiki, bu tabiiy bir latifada, ammo haqiqat bilan nimasi shu? O'shandan beri deyshadi, yolg'on haqiqatni kiyimlari bilan odamlarni ko'ziga ko'rinar ekan. Rost bo'lib, bizni chalg'itayotgan udir. Haqiqatni liboslaridagi yolg'ondir bu dunyoda.